Assalomu alaykum fermer obunachilari. Toshkent viloyati Angren shahrining mol bozoridamiz. Haftaning payshanba kuni 6-mart kuni 2025-yil. Like bosishdan chiqmasin, obuna bo'lishdan chiqmasin. G'unojinlarni, sigirlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, bu chiroyli sigir qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Bo'g'oz ekan-a? Kechki bo'g'oz. Nechinchi qoringa bo'g'oz aka? 5-inchisi. 5-inchisi. Savdo bo'lyaptimi? 15. 15. Xohlasangiz nomer qoldirib ketamiz aka. Sotilib ketadi inshaalloh. Barakasini bersin. Sigir chiroyli 15 million qilyapti. Bo'g'oz sigirlar. Mana tanamiz bor. G'unojin qanchaga baraka bo'ldi? Aka qanchaga baraka bo'ldi? Aka qanchaga bo'ldi? 12,5 mingga berib yubordim. 12,5. Namanganga ketdi, Namanganga. Vodiyga ketibdi mana. Namanganga 12,5 ga berib yuboribdi. Tanamiz. Olgan odam, sotgan odam baraka topsin. Pulidan ham, molidan ham baraka topsin. Ko'rishang, qattiq. Vodiyga olib ketdi Namanganga. Olgan odam, sotgan odam baraka topsin. G'unojin aka qancha ekan? 12 so'rayapmiz. Bozor qancha qilyapti? 91, 92. Qisira 91 92 qilyapti ekan. 9 million 100 ming so'm, 9 million 200 ming so'm qilyapti ekan. 91 desam tushunmayapti ko'pchilik kommentariya. Aka qalaysiz, tinchmisiz, sog'lig'ingiz yaxshi? Bu ona bola ekan. Ona bola qancha ekan aka? 18. Bozor qancha qilyapti? Hozir 14 ming. Bola bo'g'oz shekilli, nechinchi qoringa? 4-chi qor. 4-chi. Urg'ochimi bola? Urg'och. 4-inchisiga mana bolasi urg'och. 14 qilyapti ekan bozor. 14 a? 14. Ko'rishdan. Ona bola qancha ekan, aka? 18 so'rayapmiz. Bozor qancha qilyapti? 15. Nechinchi qorin? 4-inchisi. Bolasi nima? Urg'och ekan. Qiz bola ekan. Suti nechta aka? 5-6 ta bormi? 5. 4 ta 5 ta ekan. Boqsa fermer o'zi aka. Nomer qoldiramizmi? Qoldiring. Ayting aka. 99. 99lik 828 828 94 94 29. 29. Telegramga yozishadi. Telegramga yozaverasizlar bemalol. Sotildimi aka? 9 ga oldik. 9 ga olibdi mana. Amerikan sakamiz. Bo'g'oz G'unojin 9 millionga olibdi mana. Olgan odam, sotgan odam baraka topsin. Bunday qilib turinglar, ko'rsinmi oldi? Bunday. Mana 18 qildi bermadim. Ona bola qancha ekan aka? Ona bola. Qanchaga ekan Baxtiyor aka? Qancha ekan ona bola? 15. Bozor qancha qilyapti? 13,5. 13,5 qilyapti ekan mana. Nechta suti bor aka? 6 Ha? 6 litr suti bor deyapti. Nechinchi qorin? Birinchi bor. Birinchi bolasi ekan. Bolasi nima o'zi buni? Urg'ochi. Urg'och ekan. Xohlasangiz nomer qoldirib ketamiz. Olmaymi aka? Sigirni olsam bo'ladi? Sigir qancha ekan aka? Ona bola necha pul qilyapti aka? Assalomu alaykum. Ona bola astoydil 20 отдельный qiladi. Onasini 14 million 600 qildi. 14 million 600. Onasini bolasini Bu qancha ekan? $500 beraman. 5 million pul beraman dedi. $500. 500 dollar beraman. Necha pulga chiqdi bu? Onasi 14 million 600. Hammasi o'zi. Qisir ekan. Bu kichkintoy tug'ib qo'yibdi-da. Ha, Gapi yo'q mana. Xitoy to'g'ri qo'ydi. Sal sho'xlik qildi-da. Sho'xlik qilib qo'ygan yoshligida. Yoshligida sho'xlik qilgan. Kurak yorganmi, yormaganmi? Ha? Tish yorganmi, yormaganmi? Yo'q bilmadim. Qarinmadingiz-a? Tishi yaxshi. Tishlari yaltirayapti. Ya buzoq tishmi demoqchiman. Mana uzoq tishlik. Tishi bo'ldi. Qancha so'rayapsiz ona bola? 14 so'rayapman aka. 14. Bozor qancha qilyapti? Hozir qilyapti 10. Bolasi buqami? Bolasi nima? Qiz bola. Qiz bola. 10 qilyaptimi? 10 beryapti. 10 qilyapti ekan.
Suti yo'q, bolasi ham yuribdi. Endi bolasi ham yuribdi. Bolasi ham yuribdi. Bolasi ham. Xohlasang nomer qoldirib ketamizmi aka? Ha, nomer qoldiramiz. Ayting aka. 93lik 93lik 602 7045. 70-45 mana so'ra. Aloqaga chiqaverasizlar. Qiziqqanda mana aloqaga chiqaverasizlar. Ana bitta yana yosh mol bor ekan. Aka nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Ha, bu yoqqa egasimi? Sizdanmi aka? Sotildimi? Qanchaga oldingiz aka? 2 milyon 300. Ha? Qancha deydi? Yettaroq aytasiz. 13 million. 12 milyon 300. Baraka toping aka. Sotgan odam ham baraka topsin, olgan odam. Bolasi nima buni? Bu qani? Bu qancha ekan? Mana sigirni chiroylisini so'raganlarga, hurmatli obunachilar. Bu qachami bolasi do'stim? Bu qacha ekan mana. Assalomu alaykum. Ha, sifatli mollar sotadi faqat. Na, yurish Sigir mana to'rt burchak. $40 million. 40 million. Nechta suti bor? 20 ta. Sigir korobka, to'rt burchak uy turibdi. Sigiring bormi deganda mana shunaqa sigirlar bo'lsa uyingda havas qilsa bo'ladi. Nomeringiz 93lik 668 95 95 raqamiga telefon qilasizlar. 668 95 95 93lik. Sigirga mana shunaqa sigirlarga qiziqqanlarga aniq qilaverasizlar. Like bosaverasizlar. Sigir udar. 20 ta suti bor deyapti. Hurmatli obunachilar, like bosishdan chiqmasiz. Bu kimdan ekan aka? Sizdanmi? Bizdan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Nechinchi qorin? Birinchi qorin? Ikkinchisi. Ikkinchi qorin. Nechta suti bor? 7 ta. 7 ta. 7 ta, 8 ta mana. O'rta chiroyli sigir ekan, starali. Nomeringiz necha aka? 50lik. 50lik. 704 78 84 mana so'raganlaring. Bolasi nima buni? Bolasi qo'nochi. Qo'nochim. Bozor qancha qilyapti? 15 milyon 200 qilyapti. 15 million 200 qilyapti. Urplari ham chiroyli ekan. Ko'rishadi. Sigir chiroyli. Aka siznikimi bu? Nechi pul ekan aka? 8 milyon. Nechinchi qorin? 3-chi qorin. 18 million kami bor. Bolasi nima? Buqacha. Nechta suti bor? 6 ta 7 ta. Nomer qoldirib ketamizmi aka? Ayting aka. 94lik 554 01 12. Like bosishdan chiqmasin. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Mana hurmatli obunachilar. Sigirlar sotilibdi. Assalomu alaykum. Pauza bosing. Videoni yoqqan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Like, podelitsa, kommentariya qoldiringlar. Rozi bo'lasizlar ketgan vaqtlaringga. Yoqqan bo'lsa bitta like. Sigir bugun nisbatan kamroq, o'shaning uchun kamroq arzon qildik.